Salla desa kalla. Andijonda havoning ifloslanishiga tandirlar aybdor qilindi. Andijon viloyati Shahrixon tumanida havoni ifloslantirganlikda ayblanib, tandirlar buzib tashlandi. Bu haqda hokimlik matbuot xizmati videolavha e'lon qilgan. Andijon viloyati hokimi topshirig'iga asosan Shahrixon tumanida havo ifloslanishining oldini olish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan reyd tadbirlari olib borilmoqda. Bugun erta tongdan havo ifloslanishiga sabab bo'layotgan obyektlar faoliyati joyida o'rganilib, talablarga javob bermayotgan umumiy ovqatlanish va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarida faoliyatini vaqtincha to'xtatish bo'yicha qat'iy choralar ko'rilmoqda, deyilgan xabarda. Oqibatda esa o'nlab kichik tadbirkorlarning oshxonalari, tandirlari buzib tashlangan. Bunday buzish tadbirlarini Andijonning boshqa tumanlarida va shaharlarida ham kuzatish mumkin. Mas'ullar oddiy xalqning tutun chiqarayotgan hamma narsasini tandiridan tortib, shashlik pishiruvchi qo'ralarigacha yig'ishtirib olmoqda. Eng qizig'i, havoda chang zarralari eng cho'qqisiga chiqib ko'paygan. Sog'liqni saqlash vazirligi ko'chadagi faoliyatni kamaytirishni tavsiya qilgan bir paytda Andijon tumanida talabalar niqobsiz yugurtirilib marafon o'tkazilgandi. Videodan esa sog'lom hayot uchun o'tkazilgan marafon payti havoning qanchalik xira tortib ifloslanganini sezish qiyin emas. Nima uchun rahbarlarimiz har doim qovun tushiradi? Havo yomonlashib, nafas olish qiyinlashganda marafon o'tkazib, havo yaxshilangach, aybdor sifatida arzimas tutun chiqaruvchi tandirlarga qarshi urush ochadi. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.